Ko'katli chuchvara tayyorlaymiz. Un, iliq suv, tuxum, tuz hamda ozgina yog' qo'shib, qo'lga yopishmaydigan o'rtacha qattiqlikdagi xamir qoramiz. Ustini yopib, dam olishga olib qo'yamiz. Xamirimiz damini olguncha ismaloqni yaxshilab yuvib, dumchasini ajratib, maydalab kesib chiqamiz. 2 dona piyozni mayda kubik shaklida to'g'rab, qizib turgan yog'da qovuramiz hamda 10 daqiqa past olovda dimlaymiz. Orada xamirimizni bir mushtlab qo'yamiz. Piyozni ustidan ko'katlarni solib, bir aralashtirib, kichkina bo'lguncha pishiramiz. Nachinkamiz tayyor. Endi bo'lsa xamirimizni yupqa qilib yoyib olamiz. Mana shunaqa usulda yoysangiz tezroq yoyiladi. Yupqa qilib yoyilgan xamirni oldin uzun tasmalarga, keyin esa kichkina kvadratlarga bo'lib chiqamiz. Nachinkani solib, xuddi videoda ko'rsatilgandaqa tugib chiqamiz. Chuchvaralarimizni tugib bo'lganimizdan keyin qaynab turgan tuzli suvda qaynatib olamiz. 5-7 daqiqa davomida pishadi. Tayyor chuchvaralarni smetana yoki qatiq bilan yesangiz juda mazali bo'ladi. Kimdir sho'rvaning ichiga solinganini yaxshi ko'radi. Yoqimli ishtaha!